Xabaringiz bor, 2025-2026 o'quv yilidan boshlab Prezidentimizning tegishli farmoniga muvofiq oliy harbiy ta'lim muassasalarining eng namunali kursantlari va tinglovchilari uchun Oliy bosh qo'mondon davlat stipendiyasi joriy etildi. Hozirgi lavhamizda mazkur stipendiyaning dastlabki sovrindorlaridan biri Harbiy aviatsiya instituti kursanti Avazbek Tursunov haqida so'z boradi. 851 uçuşga ruxsat beraman. 851 chaqaman. Lavhamizni tomosha qilishga shoshilmang. Men avval sizga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Havo kemalarini o'zingiz boshqarib, serquyosh diyorimizni yuqoridan turib kuzatishni hech ko'z oldingizga keltirganmisiz? Ayniqsa, ko'kdagi ofisingizdan turib, samo sarhadlarimizning daxlsizligini ta'minlovchi bo'lsangiz. Davlat hududini himoya qilish, havo hujumidan mudofaa, quruqlikdagi qo'shinlarni qo'llab-quvvatlash, transport va logistika vazifalari, harbiy tayyorgarlik va xalqaro hamkorlik kabilar havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlarining asosiy vazifalari sirasiga kiradi. Harbiy aviatsiya instituti esa ayni shu yo'nalishlarda malakali mutaxassislarni tayyorlovchi oliy harbiy ta'lim dargohi hisoblanadi. Qahramonimiz Avazbek Tursunov mazkur institutning bitiruvchi bosqich kursanti. Egalladim, vazifani bajarishga tayyorman. 851 dushman nishonlarini ko'ryapman, o't ochishga ruxsat bering. 851 nishon yo'q qilindi, bazaga qaytishga ruxsat bering. Ruxsat beraman. Ikkinchi kursligimizda birinchi parvozimizni amalga oshirganmiz. Birinchi parvozimdan keyingi taassurotlarim umuman teskarisiga o'zgarib ketgan bo'ladi, chunki harbiy uchuvchi sifatida parvoz qilish bu faqatgina osmondan zavq olish emas. Buni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Ya'ni harbiy topshiriqlarni bajarish uchun yuqori darajada aniqlik talab qilinadi va umuman parvozni ham xuddi shunday aniqlikda bajarish, ya'ni harbiy uchuvchi bo'lish uchun buning ustida juda ham ko'p ishlash kerak. Va aynan shu narsalarni tushunganman. Ya'ni parvoz qilish bu hamma o'ylaganchalik oson ish emas. Uning ofitserlik hayoti sari yana bir qadam qoldi. Bugungacha u tinimsiz mehnat qildi. Yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirdi. Kursdoshlariga lider sifatida namoyon bo'la oldi. Natijada ilk tashkil etilgan Oliy bosh qo'mondon davlat stipendiyasi sohibiga aylandi. Ota-onam xursand bo'lishi juda ham, chunki har bitta ota-ona uchun o'zini farzandining ortidan rahmat eshitish, farzandi yutuqlarini ko'rish menimcha bundan ortiq baxt yo'q. Yoshlarga qaratilayotgan e'tibor juda ham katta, a'lo darajada ham noto'g'ri bo'lmaydi, chunki hozirgi paytda umuman harakat qilgan har bitta yosh albatta natijaga erishadi. Oliy bosh qo'mondon stipendiyasini olish uchun avvalambor o'z kursdoshlari orasida eng birinchisi bo'lish kerak va umuman o'qitilayotgan fanlar bo'yicha barcha fanlardan iloji boricha a'lo baholarga o'qish kerak. Ularni a'lo darajada o'zlashtirish kerak. Va faqatgina buni o'zi yetarli emas va bundan tashqari umuman turli xil tadbirlarda faol ishtirok etish kerak. Masalan, fan olimpiadalari bo'lishi mumkin, sport musobaqalari, zakovat. O'tgan yili biz jamoamiz bilan Belarus Respublikasida bo'lib o'tadigan ingliz tili fanidan fan olimpiadasiga yo'llanma olganmiz va u yerda ham faol ishtirok etib, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritganmiz. Shu narsalar meni shu stipendiyani sohibi bo'lishimga sababchi bo'ldi deb o'ylayman. Harbiy aviatsiya institutida o'qish va uchuvchi bo'lish ko'pchilik yoshlarning orzusi. Bu aristokrat kasb, kelajakda yaxshi maosh, ish o'rni va o'sib boruvchi karyerani kafolatlaydi. Shunga hamohang uchuvchi ham zimmasidagi mas'uliyatni har bir nafasida his qilib turadi. Umuman olganda jangovar navbatchilikka turish har bitta uchuvchi uchun emas, chunki jangovar navbatchilikka turish uchun har qanaqa ob-havo sharoitlarida va har qanday holatda ham uchishga tayyor bo'lish kerak. Berilgan topshiriqlarni bajarish uchun yetarli darajaga erishgan bo'lish kerak. Shundan keyingina jangovar navbatchilikka qo'yilishi mumkin. Jangovar navbatchilikda turish degani havo hududiga kirgan dushmanni birinchi bo'lib qarshi olish deganidir. Aviatsiya sohasida men o'rganishim kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p, chunki yo'lni boshida turibman. Hali umuman ofitser sifatida xizmatim davomida Bundan keyin juda ham ko'p narsalarni o'rganishim kerak va aynan bu yo'lning boshlanishi faqatgina nazariy bilimlar bilan emas, bundan tashqari ofitser sifatida, harbiy uchuvchi sifatida amaliy ko'nikmalarim, tajribamni ham oshirib borishim kerak. Ularning har bir parvozi mas'uliyat, har bir navbatchiligi
ogohlik. Har bir mashg'uloti ertangi kun xavfsizligi uchun poydevordir.